Allo, assalomu alaykum. Alo. Eshitilyaptimi? Anvarjon aka, siz bo'lasizmi? Ha, o'zlari. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Hormay, tolmay, oilani sog'inmay, charchamay yuribsizmi akajon? Rahmat, Xudoga shukr. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz, Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringizga, go'zal duo va istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat. Kirib kelgan 2026-yil siz va oilangiz uchun barokatli yil bo'lsin deymiz. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insonlaringiz sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarini biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insonlaringiz mana shunday murodbaxsh kunda sizni xursand aylashni niyat qilgan bo'lishlari mumkin? Birinchi o'ylashim bo'yicha bolalarim, oilam. Albatta adashmadingiz, zero sizni yaxshi ko'rguvchi, hurmat qilguvchi, ardoqlaguvchi, bilasizmi, turmush o'rtog'im mening baxtimdirlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, hamisha Allohimning panohida bo'lsinlar deya ta'kidlaguvchi, umr yo'llaringiz hamrohi bo'lmish, umr yo'ldoshingiz, ayolingiz Uldanaxon opanomlardan chiroyli tabriknomalar, samimiy tilaklar yetib kelgan ekan. Ularga qo'shimcha ravishda otajoningiz, Egamberdi hoji ota, onajoningiz Umgalxon hoji momo, farzand ne'matlaringiz Ibodullajon, Muhammad Ali va Dilafruz xolar tomonlaridan ham qabul aylaysiz. Ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga atalgan chiroyli samimiy tilaklarini Alloh qodir qilguncha o'qib yetkazib bersam, maylimi? Yaxshi bo'lardi. Rahmat. Rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum qadri baland, qadrdonim, qadrli insonim. Meni bu dunyodagi suyanchig'im, ishongan tog'im, aziz insonim, turmush o'rtog'im. Sizni bugungi tavallud topgan ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizga Robbim Rahmonimdan eng go'zal, eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Ilohim umri joningiz uzun, tanu joningiz sog' salomat bo'lsin. Umringizga, rizqingizga Allohim fayz va barokatlar bersin. Fayzli barokatli kunlaringizni safi bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'lsin. Robbim Rahmonimdan doimo sizni o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida siylashini, ardoqlashini so'rab qolaman. Yaxshilarga hamroh qilsin u, yomonlardan yiroq qilsin.